Do'stlar, mana shu o'yin chiqqan payti men eski kompyuterimda o'ynamoqchi bo'lib kirganman. Buni уже boshqalarda ko'rgandirsizlar yoki boshqa chet ellik bloglarda ko'rgandirsizlar. Teardown o'yini Minecraft salkam eslatib yuboradi, lekin fizika qonuni bor, nimadirlari bor, разрушаемость suda narsalari bor. Nimaga kirib ko'rganman deb boshladim. Chunki u paytda kompyuter ko'tara olmagan bu o'yinni. GTA 5 ko'taradi, boshqa narsalarni ko'taradi, Cyberpunk ko'taradi, lekin bu o'yinni ko'tarolmagan. Nimaga? Yo'q, chiqish olmaganmi Windows'imni, ko'tara olmaganmi, esimda yo'q. Kirganman, chiqib ketganman. Qotganmi, nimadirlar bo'lib ketgan. Короче, endi mana oradan bilmayman qancha vaqt o'tdi, 3-4 yil bo'lsa kerak. Izzer Games kanalida mana shu o'yinni olib turibman. Teardown normalniy kompyuterda. Sizlarga shunaqa normalniy kompyuter kerak bo'ladigan bo'lsa, beramiz, terib beramiz. Izerga murojaat qilishingiz mumkin. Hamma silkalar, telefon raqamlar opisiyaniyada bo'ladi. O'zim o'sha yerda bo'laman har doim. Va mishka klaviatura, hatto monitor kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Yetkazib beramiz, xudo xolasa, cho'tka narxlarda qilib beramiz. Qani bo'lmasam boshladik. O'zi o'yin nimadan anaqa turadi bilmayman. Personaj degan joyi bor ekan. Men hozir qiz bolani tanlab oldim, o'zi kirib sirazi. Endi bu narsalar kerak emas. Играть-ni bosamiz menimcha. Modi bor aytmoqchi, upravlение избранный modi. Qanaqa modlar bor ekan? O'dimlayni. Okey. Qanaqa modlar bor ekan? Cave o'zi tayyor modlari bor ekan, do'stlar. Bilmayman bu qanchalik bizga hozir bekorimiz bor ekan. Bekorimiz bo'lib ko'ramizmi? Bular qanaqa ekan bu? Bitta mashina buzadigan qanaqadir yo'q, New York bor ekan, Miniature World bor ekan, Kitos. Qani New Yorkka podpisatsiya qilamiz. Xo'p. Qanaqa mashina? Endi podpiska qildim, xo'p. Xo'p. Избранные моды, управление модами, банановый бомба. Nima bolaga kirib tushunmayman to'g'risi. Redaktor modov, испытание песочницаga kiramiz. Bular ham nega ochilmagan menga tushunmayman. Nima o'ynayman hozir tushunmayman to'g'risi bor. Bu ochilmagan, modga kirmayapti, kompaniyaga kiramanmi yoki. Chas ber, bu missiya qanaqa missiya bo'lsa kerak men. O'yin balandligini. Idите домой. Bu grafika, bular qotmayapti, dahshat grafika lekin bor. Mana qaranglar, bular shaharga o'xshaydi bor. Idit tamam. Mana shu uyim bo'lsa kerak to'g'risi ham. Suzib ketamiz. Suv fizikasi GTA 5 dan zo'r-ku. Xo'p. Откройте ворота. Xo'p. Buzib ko'rsam bo'larmikin mandirlarni? Shunga qiziqib ketmanman. Ochamiz. Xo'p. Зайдите внутрь. Ichkariga kiramiz. Itar. Itar olmayman, to'xta. Tiqilib qolganmi eshik? To'ba. Bu eshikdir balkim. Bunda ochiladi. Qanday ochiladi tushunmayman to'g'risi bor. Men alohida ochiladimi? Bu alohida ochilar ekan, bular tashqariga ochilar ekan, qiziq bu ham. Tiqilib qoldim. Namuncha bu upravleniyasi lekin fizika qonuni 5 baholi ekan. Nimaga? Dinamit. Dinamit va hayot ushitil ekan bu. Возьмите инструменты. Xo'p. Замените предметы, чтобы подать питание. Предохранители qayerda ekan? Ko'chada ekan. Buzilmaydimi? Nima oldim? Balonchik bor ekan, sepishga. Aynan tushitil bor ekan. To'g'risi vash prikol o'yin ekan. Vash mazza qilib ketaman. Ana, böyle daha bu sinib ketdi, qo'rqib ketdim men. Sinmaydi bo'lagandim. Kirib chiqishga oson yo'l qilib qo'ying. Mana ularni yo'qotib olish kerak. Apshi oyoq ostida o'tda ham qilsam bo'lar ekan, yerchi. Yerga kuch yetmayapti o'sha. Kran bor ekan. Xo'p, предохранительni pitani qilish berishimiz kerak, tok berishimiz kerak ekan. Qana temirchi. Bular tushib. Sirib ketmascha. Qani mana buni ham bitta oyog'ini uramiz. Ish qilib kerak bo'lib qolmaydi. Missiyalarimizda qanaqa? Bu temir. Taxtani sindirar ekan, temirlarga buni duq etmayapti temirga. Daraxtlarni ham topamiz. Использовать инструмент. Молот. Молот. Заметьте предметы, что питание. Qanaqa ichiga kiraman, to'xta. Eshigi ochamiz. Fanar. Mana zaminga qilishim kerak tushunmayman to'g'risi. Mana. Xo'p, yondimi? Bo'ldimi? Молот. Затем внутрь поверьте сообщение. Ichkariga kirib, сообщенияni ochishimiz kerak ekan. Qani soобщение? Ochil eshik.
bular. Bu qaysi joy? Telefonda, kompyuterda. Qotdi. Do'sti o'yin qotdi. Qanaqasiga? Shunchalik og'ir o'yinmi? Yo, men qanaqadir nimadir chiqib kelyapti. Men nima? Nima? Qo'yib yubordi endi. Shot the gas. Tracy shot the gas. Gazga to'lab qo'ydi, otdim. Tushunmayman to'g'risi. Yana nimadir yozibdi. Проблемы со старым зданием. Добрый вечер, я гордо управляющий торгового центра Эвертайс. У меня возникли небольшие проблемы со старым зданием, что мешает нам построить новое. Я ищу того, кто снесет это задание. Во, mana bizga shunaqa narsalar kerak edi, bratan. Dur. Торговый центр. Ketdik, играть. Eski здание bor ekan. Menga odam kerak, mana shu zdание yo'q qilish kerak, buzib yuborish kerak deyapti. Слишком высоко deyapti. Nimaga? Qana buzaman endi men. Bitta shu kuvaldan bor. Tapatib eshikdan boshlaymiz. Mana boshlaymiz. Mana bu nima bu? Bu ana kranmi? Mana. To'xtanglar. O'zicha fizika qonuniga bir quloq solamiz. Fizika qonuni nima? Endi qaysi qonunligi esimga chiqib ketdi, lekin pastga ursak, baribir aqaniydi. Nima ko'rsatyapti? Balon bor ekan, propan. Propan как раз moshinaga. Взрывоопасный баллон с пропаном. Qana mana olamiz buni. Buni ursak, buni uramizmi? Метните баллон с пропаном, чтобы взорвать его. Так. Qana olaman buni. Metните deyaptimi? Otish bu, otdi met. Brosht, bu ikkalasini olar ekanmiz. Pritsel qilar ekanmiz. Papay zo'r ekan do'stlar. Bittasi, ikkitasi uvol ketdi lekin bor. Qani olamiz. Mo'ljallaymiz. Men damak bermayapti-ku, urib bermayapti-ku вообще. Men buni qarab teshib qo'yganimni. Undan ko'ra, qarada, bitta uraman. Fundamentini buza olmas ekanman. Bitta tarafga qarab qulatamiz hozir mana shu binoni bor. Gullarni ham to'kib chiqamiz. Qanamadi? Nima ushlab turibdi buni deydi. Yo'q, qanaqasiga qulatishsa bo'ladi hozir bor. Mana shu tarafda qilishimiz kerak, mana shu taraf pastini qilishimiz kerak. Ichkariga qarab bitta beraveramiz. Mana ochildi. Xarosh. Damak bermayapti lekin mana buni qaranglar. Просто fundamentini urib berdi, bo'ldi. Mani jonim ham bor ekan, aytmoqchi. Ustimga tushib ketmaslik kerak. Mani jonim ham bor ekan. G'ishni ham qila olmaymanmi? G'ishni ham qila olmas ekanman do'stlar. Va yonini olib chiqamiz. Ben to'g'risi buni tushunmayman. Nima ushlab turibdi bu yerga tushunmayman. G'ish ushlab turibdi shunchalik. Men bunga g'ish. To'kib qo'yamiz. Qaniydi bitta olamiz. Buni ehtiyot menga qilishimiz kerak endi. Bu ham buni ham kuchaytmadi. Asal to'kib qo'yadi, qishatirib qo'yibdi. To'g'ri tushunmayman. Yerda nima bor? Oddiy lampa bor. Bechara mebellarni olib chiqib ketmadi yana. Yani nimadir instrument deyman, mana nima qizil. Yana nima bor? Mana shkafmi? Nol холодильник ekan. Qayerdan chiqib keldi bu? Mana mashina nima bor ekan? Upravlять transportim. Borib ursagan bo'larmikan? Bular mashinani fizikasi zo'r ekan, mana GTA 5 dan zo'r. Bular loda yura olmayman lekin. Qo'shimcha paket transport ускорение. Bu yerda to'kilib qoldi. Balonchik kerak bor ekan, shunga uchun hayronman do'stlar. Mana bu kranlar, mana bu anaqa bor ekan, portlaydigan. Chopamiz endi shu yerdan. Bilet urorman, dur. Olamiz, ish qilib o'tolsak bo'ldi. Ichiga kirib bitta beramiz. Qani meni portlatadi bu tushunmayman to'g'risi bor. Tepaga qarab. Meni jonim ham bor aytmoqchi, o'shanga ehtiyot bo'lish kerak bor. Mana shuni buzib turaylik.
Nimani buzyapti? Men shu hayronman bor, to'g'risi bor. Bir normal dam undan ko'ra urib, meni kuchayotganda toshlar urib shu dabdalasidan chiqarib tashlagan bo'lar edim. Ya nima bor ekan mana kerasi nima bu? Oddiy temir ekan. Buni olamiz. Shu yerdan bersam bo'lardi, men xalaq beradigan narsalar ko'pdi. Shu yerdan uchirtirib yuborsam, mana men tepaga qo'yib. Mana qara bitta ursam shunaqa kes tunoq to'kiladi. Men tushunmayman to'g'risi. Qanaqasiga bo'ladi buni kuchi? Yo men noto'g'ri ikkitalasini birdaniga qilib otishim kerak. Buni olsamchi, bunisi ham. Voy bile bosib yuborman, bilat. Qo'yib yuborman deganim. Qo'yib yuborish kerak buni. Ish qilib. Bular qo'rqib ketdim, bular bu ham qo'limdan chiqib ketib qopti lekin. Bular apasi narsa ekan bor. Bu qo'lda apasi lekin men uyni buza olmayapti lekin dahshat-a. Men qulatmoqchiman, bu qilolmaydimi uylarni? Tushunmayman to'g'risi. Qanaqasi? Fizika zo'r qilib qo'yibdi, lekin shu tarafdan sal chiqib qo'yibdi lekin bor. Qara mana. Men ham nimadir bor ekan o'xshaydi qanaqadir. Shaqirchi. Uy qulamayapti. Yo nima ushlab turibdimi yoki men zinami ekan yoki nima bola? Использовать агдуд для пожар bo'lib ketdi. Ayni to'shdi. O'chiramiz. Voy bo'la kuchaytmayapti, to'ti. Tepalarni yonib ketibdi-da. Bo'ldimi? O'y qo'li ham yonib ketdi. Bo'ldim. Ish qilib beskanash nima ekan bu? Tugab qolmasin ertak. Aynan kerak aytdim. Qaranglar, hamma yoqni urib chiqdim. Bila boshqa javob qolmadi. Yo mana bunaqasi bittalab urib chiqamizmi o'zimiz? Ha mana qulab ketyapti-ku mana. Ushlamaydigan narsalar. Nima ushlab turibdi? Hayronman bu yog'ini bor. To'g'ri, men bitta sal buzamiz. Ustimga tushib qolmasin. Qaranglar. Pashti buzildi. Nash bitta dimoxod qolib ketdi bo'ldi xolos. Dimoxodni baramallab yuborar. Normalmi? Bo'la do'stim, hukumat tepasi qanaqa qilib otiga qiziq tepaga chiqa olmayman ham. O'zim aniq qilish kerak. Men o'zi xayolimda pasini bitta qilsam, o'ziga qo'qqitib qulab qoladi deb o'ylagandim. Unaqa fizika bilan yo'q ishlanmagan ekan, lekin uzilib tushyapti mana misol uchun men bitta ursam, paslar uzilib ketyapti to'g'ri, lekin bilat bino emas-da, bino buzilmayapti. Ha, g'alati emas, tomi qolib ketar ekan. Vobshe tushunmayman to'g'ri shu narsaga bor. Qara. Sakrab uraman endi menimcha, nima? Endi men apparaturani olamiz. To'xta, men buni ursaychi. Hoppa, kakadas. Qiziqardim bor, shunaqa narsalarga bor, yoshlikda. Boramiz. Ускорение управления ekanda, управление kovshda. Mana u mashina uramiz endi. Oh! Bitta qishigin. Mana dahshat lekin. Oh! Kayfa ekan. O'yin vobshe aslo anti-stress o'yin ekan do'zi. Mazza qilib tashaman. To'xta. Ko'tar. Tiqilib qolmasa bo'ldi ish qilib bu. Mana ko'taramiz, yuramiz. Zo'r ekan bari. Zo'r mashina ekan. Universal. Bir balonlar pishillab ketdimi? Ishqilib buni ham joni poni bormi ekan? Ishqilib yo buni joni. Ha, men buni ham sindirar ekan daji, xarosh. Ko'pish faqat tushirib ko'tarsa bo'lar ekan do'stlar. Boshqa anaqaga yaramas ekan ko'pish. Qulab ketma faqat to'g'ri qulab. Nargis qanaqa edi? Nargis itaradigan-a? Ayo, u ham shunaqa, past shunaqa ekan. Mana quladi, mana qo'yat. Ha, слишком высоко deyotgan narsa, qali baland deyapti 3 metr. Biz buni qisqa 0 qilishimiz kerak ekan. Bo'ldi, yer bilan bitta qilishimiz kerak ekan. Tushundim men sizni. Endi quladi, tomga qaraylik, endi quladi yani krisani. Men shuni kutib boshidan bor. Bukilmadi, mana tekis qolamiz. Примерно shu baravar va borib solamiz. Bu vobshe zo'r o'ynagan bor. Anti-stress bor. O'ynab ko'rlik do'stlar. Kim kompyuter ko'tarsa, hozir menimcha optimizatsiya qilingan bu o'yin. Nomi Teardown. Bemalol o'ynab ko'rsanglar, uy buzish bo'yicha, mana shunaqa narsalar bo'yicha zo'r o'yinda. Men o'zi oldindan bilardim. 1 metr qoldi. Bu yo'q, men urib qila olmayman-da. Men kuchi kerak baribir.
Ha, tomi-ku, to'xta, tushdi. Tomimi? Necha metr bo'lishi kerak ekan? Ko'rmayman bori. Ha, bu tugadi otdi, xarosh. Nima qilay endi? Zaten tabirda transportda atxo'di. Bala mashina kerak ekan, mashina tegida qolib ketdimi? Ha, men bu yoqda ekan u. Xarosh, zo'r. Endi o'ylab qis qilyaptim hozir. Nima qilaman endi deb. Ketdi. Balli. Men Abbozga prorabga chaqirsaylar bo'ladi do'stlar. Bemalol продолжить keyingi zadание. Zo'r ekan, bunda o'q bilan nima? Ha, budillik. Budillik. Ishga shaymiz. Uy bala o'lib ketmasa bo'ldi. Ha, bala budillik o'chmasman. Короче, трейси, nimadir o'tirishga, nimadir услуга. Знаете, я обычно так не по-сумному делал, даже что-то мне нужно сменить стратегию. Я уже несколько месяцев пытаюсь подловить Лауруса Ли младшего на уклонение от налогов. Короче, nima qilishim kerak ekan? Я прошу вас отложить компьютер химзавода, чтобы могли получить доступ. Bo'pti, mayli. Shu yerga boramiz. Завод уже на протяжении 3 поколений управляет семья Ли. Лоуренс Ли младший. Начал письма неплохо, но в итоге пространство большим... Короче, налоги to'lamayotgan ekan, nimadir qilishimiz kerak ekan. Ha, borib qo'rqitib ketishimiz kerakmi? Nima qilishimiz kerak? Buzib ketishimiz kerakmi uyni? Нажми там, чтобы показать карту задачи. Да. Nima qilishim kerak ekan? Kompyuterli Paris хочет получить доступ к клиентской базе данных. Kompyuter topishimiz kerak ekan. Место. Ваш расположение, транспорт, отходы, офис, портовый, fabrik, ofisga borishim kerak, menimcha. Mana ishga borishim kerak. Bo'ldi, xo'p, shu bo'lma ekan. Mana shu kompyuter bor, xo'p. Xo'p. Endi nariyoqqa borishim kerak. Ha, buzib borishim kerak. Tipa пожарный сильный пожар aktyor istidan agar nimadir yoqib yuborsak, signalizatsiya olib ketishi mumkin ekan. Endi bu ochilmaydi. To'xta. Buni buza olmaymiz. To'xta. Bo'lar bu vapsh qilingan ekan. Bekorga mana bunaqa mashina qo'yilmagan. Shuni borib paqir-tuqur qilib mana buni olamiz. Chist o'g'ri bola ekanman-da. O'g'ri usta ekanman. Kompyuter qayerda endi? Mana kompyuter. O'zi ham egasi ertaga kelsa buzilib yotibdi, yarim soat buzilib yotibdi bori. Buni olamiz. Xo'p, qayerda yana fabrika degan joyga borishimiz kerak ekan. Fabrika bu burchakda ekan, bo'ldi. Ya buzilmaydi uncha-munchaga bular. Бесплатный газировка kerak emas. Chiqamiz. Ishqilib bu mashinalar bilan buzish opasniydi, chunki bu mashinalar rostdan ham hozir anaqa qorishi mumkin. Nima pajar ham qarang, zavod ishlayapti hali ham, pajar qorishi mumkin. O'shanga temir qo'ya qolaman, tinchgina mashina. Foydadan foydalanmaymiz deydi. Qayerda ekan endi u? Ha, shu yerda ekan burchakda. Bular chiqib qolganim. Uy, bular portlab ketmasinmi? Bular uzr deydi-yu. Portlab ketmadi. Teparoqda kompyuter, ko'rinmadi ko'zga shu yerda. Ha, tepada ekan. Qani kompyuter cho'tdan tepadan. Men buzg'unchi bola ekanman-a. O'q bilan to'xta. Bana qanam chiqaman tepaga men. Ha, mana yo'l bor ekan. To'xta. Nima qilamiz? Nimadir oldim ichidan. To'liq o'g'irlab yotaman bor, bechara zavodda. Nevarasi nimadir qilib qo'ygan ekan. To'xta, mana yo'l bordir. Ha, mana. İçiga olib kirib qo'ysa bo'ladi. To'xta. İçiga rosa olib kirib qo'ysa bo'lar ekan uni. Tepada o'tirman men. Personaj tanlagandim. Ha, to'xta, bundoq qilamiz. Bilet. Jaydaskiy qilay, hech tushunmayman to'g'risi bor. Voy, to'xta men. Men bekor qo'ymagan mashina ham bor, to'g'rimi? Kim bilmasin.
Oppa хорош. Böyle sig'mayaptimi endi? Tushib ketaman g'olba. Böyle tushib ketdim baribir. To'g'ri, buni olamiz, men buzib olmayman yo'lni. To'xta, men ochib olib buzib. Xo'p, ishqilib yo'lni ham buzib yubormadimmi? Ishqilib turadigan joyga qatqa turaman, ishqilib tura olamanmi? Voy bila. Bunga ham chiqolmay qoldimmi endi? Ha mana. Bir qarasa böyle sekin sakrayib, bir qarasa uzoqqa chiqib ketib qoladi sakrab. Qara, oppa. Ichga turamiz. Ya böyle turmayapti o'zi bori. Voy! Endi qara chiqmayapti. Sal qora mana shu tez chiqib ketib qolar ekan, bir qarasa ham chiqolmas ekan, dahshat-a. Nega uzoqlashib ketdimi? Nima bora? Bunda böyle oyna xalaq berib qoldi bori. Oppa. Oppa, хорош. Buni ichida nimadir yo'qmi ekan? Shunga chiqishimizga yarasha o'q bilan sal qoldi. O'tamiz, kompyuter olamiz, bu suramiz. Qatdan kirdimmi? Bu soat buzilib yotishini qaranglar, bilay dahshatdaligini. 5 bog' buzgunchi bo'laman bor, chista. Qashdan kirdikmi? Qatdan kirdik? Esda ham qolmayapti bor. Zo'r ekan, zo'r usta ekanmiz. Bor kimdir borib o'g'ilib ketsa, o'g'ilib ketar ekanmiz, kimdir borib buzib ketsa, buzib ketar ekanmiz, zo'r usta ekanmiz degan men dahshat. Bo'lib ketdim. 5 minut ketibdi vaqt, zo'r. Zadание keldim yana. Nima клиентский база запасida упоминается лишь один клиент. Клиент указан на CV, никаких дополнительных подробностей нет. Вернитесь на химзавод, добудьте устройство входа с леса. Бля. Опа, nima? To'xta, ben zadание kirdik. Mashqga boramizmi? Problema sostavini buni qildimmi? Buni qildim 9 minutda qilman. Boshqa zadание yo'qmi? Ha, sotib oladigan $100 pul bor. Mayli, bo'pti. Boshqa endi anaqamiz yo'q, to'g'risi. Mana nima qotganligini brasleyda o'ynay. Bile qattigan endi bu. Sразу yetib olmaydimi? Bile jinnimisan? Qaror olib kelgan dokumentlarda klient yo'q, yopib qo'yibdi, boshqacha znaklar chiqib qolibdi. Защита chiqib. Защита qo'yibdi. Пожарный сигнализация, проводной охранный сигнализация ham qo'shilibdi qanaqadir. Menga borishim kerak ekan. Yo'q, bu temirdan buza olmaymiz. Sakrab ham chiqa olmaymiz. Qanaqadir yo'l qilishimiz kerak yoki men ochiladim. Yo'q, bu yopib qo'ygan endi. Qanday endi? Yo'q buli. Do'stlar, hayronman lekin bori. Qanaqa reaksiya qilibdi bori? Yo'q buli qanaqa. Shotmidi? Yo narigisi ekan. Men hali ham buzilib yotibdimi? Remote qilib qo'yibdim. Mana izi qolibdi lekin izi qolibdi, dahshat. Dahshat bo'lamanda bori. To'xtamga o'tiramiz. O'sha o'rganib oldim men bori, bundoq qilamiz. Yopiq bet. Qulab qolmay faqat. Bundoq yo'l ochib olamiz. Bo'ldi. Rahmat bratva. Bu tepada bo'lsa kerak yana hamisha. Tepaga yo'l bor ekan, rahmat. Mana emasmi? Bu mana shu tepada edi. Mana. Короче, 60 sekutim bor deyapti. Yuguramiz bu joyga qarab. Zo'r ekan, u nalog to'lamas ekan, biz borib politsiyani o'rniga borib, mashina, bilaman, ochmayman-ku. Qanaqa ochaman endi? Mashina ham yaqin atrofda. Yutqizdim paxodi. Munosabasini o'ylamayman lekin to'g'risi. Bundan chiqib ketsam bo'lmaydi, chiqib ketsam bo'lar ekan. Yaxshi nimaga vaqt sekin o'tdi, cho'ta. Ko'zimga odam ko'rinmaganiga voqma bo'lmadi. O'tir. Yana nimadir bormi? Yana zadanie ham bormidi? Yutqizdim men uni. Men boshqa zadaniyalar ko'rmayman daji. Men bu yozib qo'yibdi mana nimadir olishing kerak ekan, nimadir qilishing kerak. 11 sekund. Vertolyotga ketdim. Qani vertolyot? Bir zapust qilamiz zadaniya, boshdan qilamiz. Xo'p. Men bunda sakrab kirdim.
Men bu sakrab kirdim, qaranglar. Men bu borishim kerak ekan, buni olishim kerak. Bu yoqqa borib, yana hammasini olib chiqishim kerak. Ha, hamma yoqda 4-5 xil ishchi bor endi. To'tali. Qatta degan? Burchakda. Ne olamiz? Tepada o'tirdim. Boshdan. Endi pastdan tushyapti endi bular. Ha, zina bor ekani. Buni olamiz 60 sekund. Kengiz qayerda edi? Mana ekan. Yo'li narigi betida. Odam yo'liga vohima yo'qda. Odam mana bu quvlab madalla qilib yurganda sal vohima tutardi. Maj binomi? Bu ham ikkinchi etaj ekan. Shu tagida. O'zi rovni tushdim. Yigirma 6 sekund. Hal qochishga ulgurishim kerak, qizig'i bor. Ulgurmayman to'g'risi. Ha, birinchi buzib ola qolay. Men nimaga dog'darab yuraman? Birinchi buzib olishim kerak ekan-ku. Ham bos, dog'darashim qara. Birinchi buzib, yo'l qo'yib olib, bemalol odamga o'xshab. To'g'rimi? Shu kallam yetmadimi shunga? Men ulguraman deb o'ylagandim hozir hammasini qilishga. Bo'lmadi? Va shuni buzib olamiz, yo'l qo'yib olamiz. Mana bu yo'l bordi, men tepaga qarab chiqib ketilinadi, xo'p. Bu oxirda qilaman buni. Birinchida u yoqdan olib kelsam, bo'ldi. Mana buni qilaman. Bu ham tayyor, bu ham. Tappa tayyor, yoniga moshina qo'yib qo'ygan. Zo'r ekanda, hamma yoq buzib ketar ekanmiz, portlatib ketar ekanmiz, hech kim indamas ekanda, bitta apparatni olsak, srazu vohima, garchilik, tuda-suda. To'xta, nima yo'q. Bir kattaroq yo'lga ochib qo'yamiz. Endi bu bino. İçide bor edi, buni, qanday desam. Voy, chiqolmayapti-da. Qani. Bela yo'limni to'sib qo'yman o'zim. Hoppa. Qaranglar, boshlaymiz, mashinadan boshlaymiz. Bela yo'llarim ham buzilib ketibdi rostdan. Ketdi. Qatta edi, qoch. Bittasi naryoqda, bittasi mana bu yerda. Mana buzilib yotibdi, tepaga chiqaman, olib tushaman. Bela mana yo'l qilib qo'ygan ekan, sakrasi 33 sekund. Uspevayim. Bu ham bundoq qilinadi. Olinadi. Voy, bela ko'chaga chiqaman, to'xta. 7 sekund. Do'stlar, kim bu yoqda Abbosda Shumaxr 3 minut vaqtimiz ketibdi. Astavshisi bilan 5 sekund vaqtimiz qolgan ekan. Do'stlar, zo'r o'yin ekan. Kimga yoqayotgan bo'lsa, modlari bor. Modlar mana yo'lim ko'rsatgan ekanlar. Bela zo'r. Modlari bor. Modlar bilan olib chiqaman, har xil rejimda o'ynab ko'ramiz. Sizlar bilan Izr kanali bo'ldi va Abbosda bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Izr Gamesga, Izr do'konlariga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Zo'r narxlarda, zo'r kompyuterlar, device'lar qilib beramiz do'stlar. Sizlar bilan Izr bo'ldi, yana bir bor. Har ko'rishga yoqqan bo'lsa, yana olib chiqaman, mod qilib chiroyli qilamiz.